Bugungi 4-darsimizda framelarni hamma propertilari bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, A yoki F ni bosib yoki bu frameni tanlab, endi bu yoqdan birontasini tanlaymiz. Aytaylik, qanaqa frame qilib bersin bizga. Buni o'zimiz chizsak ham bo'ladi. Endi bu narsa o'zi Figma ni o'zida built-in narsasi bor. Bizga ishimizni osonlashtirib, o'sha razmerlarni aniq ko'rsatib beradi. Xo'p, aytib 13 yoki 13 Pro ni tanladim. 390 ga 844. Xo'p, birinchidan boshladik. X. Bu hop eng tepada frame turibdi. Buni xohlasak o'zgartirib olishimiz mumkin joyida boshqa narsaga. Keyin bunaqa narsa turibdi. Bu portrait и landscape view. Bossam bunaqasiga qiyshaydi. Buni bossam bunaqasiga qiyshaydi. Hop, X. X bu uni gorizontal o'q bo'yicha joylashuvi. Kattalashtirsam kattalashadi, kichiklasam kichkinalashadi. Hop. Endi bu hozir bossam o'z aslida bitta-bittalab kattayishi kerak, lekin 4ta ketyapti, ko'rsangiz. Katta shiftni bossam 8 talik. Xo'p, o'zi shiftni bossa 2 marta kattalashadi, 10 marta kattalashishi kerak. Bittalik bossam 1 marta. Buni to'g'rilaydigan joyi bor. Xo'p, odatda sizlarda bitta bossangiz bitta, shiftni bosib tepani bossangiz 10 ta kattalashadi. Buni men bu yerda nudge amount degan narsa bor, shuni to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Agar bir yoki 10 talik sizga yoqmasa, xolos o'ldirib qo'yishingiz mumkin. Masalan, 1 10 mingga ma'qul, o'zi sizlarda ham 1 10 turadi. Po umolchanию. Xohlasangiz o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Mana. Endi bittalab kattalashadi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 10 ta, 10 ta, 10 ta, 10 ta, 10 ta. Y bu o'zidan, ya'ni nima bo'yicha? Vertikal o'q bo'yicha, Y o'qi bo'yicha joylashuvi. Ya'ni bu umuman canvasdagi joylashuvi buni. Endi o'zini width heightlari mana 390 piksel, bu uni width'i, kengligi. 390 piksel. Xohlasak shiftni bosib tepani arrowni bosib kattalashtiraman. Ya'ni shift arrow tepaga qaragan strelkacha bosib kattalashtiraman, xohlasam kichkinalashtiraman. Xo'p, 390 tursin. Bu endi heightini bunaqasiga. Xo'p, 844. Endi bu hammacha zanjirchaga o'xshagan narsa, bu uni proporsiyani saqlaydi. Xo'p, mana 390 endi kattalashtirsam, uni height ham, ya'ni balandligi ham shunga mutanosib ravishda kattalashadi. Bunaqa qilib. Xo'p, 390 ga qaytaman. Endi kattalashtirish, kichiklashtirish bor. Mana Ctrl ni bosib mishkani g'ildirakchasidan oldinga aylantirsa oldinga, orqaga aylantirsa orqaga yuradi. Agar trackpad bular bo'lsa, trackpadda Mac'dagilar bunaqa qilib kattalashtirib yurishi mumkin. Agar Windowsda trackpadda tez kattalashib ketadi, bunaqa qilib buni oldini olish uchun Ctrl ushlab ikkita barmoq bilan trackpad ushlaymiz va trackpadni oldinga yursak bunaqa sekinroq kattalashib kichiklashishi mumkin. Bunaqa qilib bemalol. Menga masalan mishka qulay hozircha. Endi bunaqa space ni bossak, ya'ni joy tashlagichda o'sha qo'lcha chiqadi. Qo'lchani bunday yo'q bu yoqqa yurishimiz mumkin ushlab. Keyin nimacha bor? Bu yerdan qo'lcha, o'sha hand tool, uni o'zini olib shunday mishka bilan ushlab ketaveramiz. Menga odatda o'sha space ni bosib ushlasa yoqadi. Keyin mana mishkani g'ildirakchasini bosib turib bunday qilsa ham bo'lishi kerak edi. Shu menda oldin shunaqa bo'lardi. Hozir mishkam buzilganmi bilmayman, ishlamayapti menda bu narsa. Balki sizda ishlab qolar, lekin menda oldin ishlardi, hozir ishlamayapti. Xo'p, shunaqa qilib bular bilan tanishdik. Endi border emas, buni corner rotation, burish. Bu yoqqa qarab burish, chapga burish yoki minusga qarab ketsa, o'ngga qarab burish, mana shunaqa qilib burib olishimiz mumkin. Bu ham ba'zi joylarda kerak bo'ladi. Endi border radius burchaklarni qiyshayshi, ya'ni bunday naqa bo'lishi. O'tmaslashishi burchaklarda. Xo'p, buni manetdan bunday olib kelib turib, framelarda bo'lmaydi. Endi boshqa narsaga kirib ketdik. Qayta orqaga. Komment hozircha kerak emas. Xo'p. Endi to'rtburchaklarni qarasak, to'rtburchakni ushlab turib, bunday qilsangiz, burchakdan 4 ta narsa chiqadi. Bu bunday tortsangiz, borderi o'zi avtomatik border radius bu yoqda ushlamasdan turib, bu yoqda o'zidan ham qilib yuborish mumkin. Xo'p. Endi borderni ushlasak, 4 ta burchakni alohida ham nima qilishimiz mumkin, burishimiz mumkin. Buning uchun mana buni ochamiz. Nimachasini manaqa full screen ikoniga o'xshagan narsa bor. O'shani bosamiz. Xo'p, endi mana buni bossam, bunaqa ko'rsatib turibdi, ya'ni o'ng tomon chapni burchagini bunaqa qilib qiyshaytiraman, aytaylik 20 gradusga. Endi bunga o'tsam bu o'zgaryapti. O'ng tomon tepa.
o'ng tomon tepani 50 gradus 5 gradusga yoki masalan 50 gradusga burdim men. Endi bunisini ishlayman. Bu chap tomon, o'ng tomon pasi. Buni 100 gradusga buryapman. Bunisi o'ng chap tomon pasi. Buni aytaylik 200 gradusga buryapman. Mana xohlagan burchagimizda xohlagan darajaga burib olishimiz mumkin. Shuni shu orqali. Endi 0 bosam yana qaytib ketaveradi orqasiga. Endi bu yerda 3 ta dumaloqchani bossam, corner smoothing, ya'ni iOS da cornerga o'xshab buriladi bu. Deylik, mana uni 50 daraja burdim men. 50 daraja burdimda buni oxirigacha olib keldim. Oxirigacha olib keldim. Endi hozir buni qop-qora qilsak aniq bilinadi. Mana bitta turibdi, ikkita. Buni orqaga qaytaraman. Endi ikkalasida burchakda farqni ko'rishimiz mumkin mana. Bu corner smoothing yoqilgani, bu yoqilmagani. Ya'ni bu asosan iOS da ishlaydi, Android da bilmadim, menimcha yo'q. Webda ham buni chiqarishda iloji yo'q. Odatda bunaqa bo'ladi webda ham. Bunaqa narsa odatda iOS ga application qilayotgan paytingizda ishlatishingiz mumkin, ishlatish tavsiya qilinadi. Android ga ham qilursiz bo'ladi, lekin chiqarishda menimcha iloji yo'q. Xo'p, mana buni o'chirib qo'yaraman. Border 0. Xo'p, endi auto layout hozircha shart emas, auto layout. Gridlar bilan, xo'p, grid aytaylik, grid. Mana gridni yoqsam bu setka. Bu setka bizga bu yoqdagi elementlarni ma'lum bir tartib asosida joylashtirishga yordam beradi. Xo'p, hozirda grid holatda turibdi, ya'ni setka vertikalga ham, gorizontalga ham chizilgan. Buni 10 piksel, 10 talik turibdi, ya'ni bitta grid ichida 10 piksel bor, ya'ni 10 ga 10 100 piksel kvadrat turibdi. Buni kattalashtirish mumkin. Mana kattalashtirsangiz kattalashib ketaveradi. Xo'p, odatda biz mana bunaqa qilib ishlatamiz. Kolumni yoqaman. Deylik, mana 5 ta kolumn bor. Counti, soni 5 ta. Ya'ni 5 ta ustun, rangi qizilda 10% prozrachnost, ya'ni 10% ko'rsatib turibdi. 100 qilsak 100 bo'ladi mana. Odatda 10 turgan yaxshi, balki ko'pchilik qizil, ba'zi menda qorani ishlatishdi, qorani 10% ishlatishni ma'qul ko'raman. Xo'p, keyin ruler degan narsa bor. Ruler, ya'ni shift bilan R ni bosam chiqadi mana yondan. Buni hozir nima kerakligini ko'rsataman. Odatda har bitta applicationni ko'rsangiz, ya'ni mobil dasturda chekkasi hech qachon yopishib qolmagan bo'ladi. Aytaylik, masalan, tekst yozib ko'raylik hozir. Bitta tekst, masalan, Figma deb tekst yozdimda, buni hech qachon mana bunaqa qilib chekkasiga yopishib turmaydi. Buni o'chirib turay. Mana bunaqa qilib yopib turmaydi. Baribir qanchadir joy tashlangan, 20 piksel yoki 16 piksel joy tashlangan bo'ladi. Chekkadan tashlanib turadi. Xo'p, shuni bir chekkada saqlab ketish uchun biz odatda mana bunaqa ish qilamiz. Figma bu yoniq turibdi. Bundan margin beramiz. Margin degani ikki chekkadan mana nechdir piksel tashlash. 20 ni bo'lsa mana 20 piksel tashladi ikki chekkadan. Gutter bor. Gutter degani mana ikkita kolumni orasidagi joy. Gutter. Masalan, 30 qilsam mana 30 kamayapti. 20 yo'q qo'yishim mumkin mana 0. 10, 20, masalan 20 turibdi. Xo'p, type qanaqa? Stretch, ya'ni stretch turadi mana shunaqasi. Left bossam leftga yopishgan, leftdan joy tashlangan, right bossam rightdan tashlangan, center bossam center. Mana centerga 5 piksel. Centerda lekin bu width yonadi, ya'ni har bitta kolumni nimasi qancha? Ichi umumiy width. Masalan, kamaytirsam kamayaveradi. Bunda bu yoqdagi offset hisobga olinmaydi, ya'ni boyagi margin center qilgandan keyin, stretch qilgandan keyin hisobga olinadi. Endi har doim bu yoniq turishi odam ko'ziga yoqmaydi. O'shaning uchun biz ruler olib olamiz, ya'ni chizgich. Mana bunaqa qilib qo'yib qo'yamiz. O'sha bunga text deb qo'yaman. Bunisiga ham yana bitta olamanda text deb qo'yaman. Buni olaveraman xohlaganimcha, bu tugamaydi. Ctrl Shift 4 ni bosib o'ynashim mumkin buni ko'rsatadigan, ko'rinmaydigan qilib. Buni mana bunaqa qilib chizib bo'lgandan keyin minus bosib o'chirib tashlamaslik kerak buni. Buni o'chirib yoqib turamiz shunaqa qilib. Ctrl Shift 4. Xo'p, mana endi mana shunaqa qilib ichiga taqib, mana bunaqa qilib chizib ketaveraman. Bunisini bu yoqqa taqayman. Ushlab pastga qarab mana shunaqa qilib ketaveraman chizib. Mana shu rulerlar shunga foyda beradi. Ctrl Shift bilan R ni bosam yana o'chadi, yonadi. Xo'p, o'chib tashladim bularni. Yana nima endi? Xo'p, layerda nimasi? Ranglari bular pass-through, normal, darken, bular hozir masalan normal turibdi. Delik, qizil belgiladimda. Darken qilsam ozgina to'qlashyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz. Normalda
turaveradi yoki pastrovka ikkalasi bir xil. Multiply qilsam yana darklashadi, color burn, lighten qilsam ochilashadi. Shunaqa qilib hamma nimalari bor, hue saturationlar bilan o'ynasa bo'ladi. Odatda shunaqa turavergani ma'qul bizga. Xo'p, bu 100%, ya'ni prozrachность buni kamaytirsak, kamayib ketaveradi, xiralashib, ko'paytirsak ko'payadi. Buni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Mana ko'zchani bosib qo'ysak, o'chdi, mana yo'q. Bu yerda turaveradi, lekin asli ko'rmaydi bizga. Xo'p, mana yoqdim. Buni qizilda 100% qilib qo'yaman. Endi fill bu ichidagi rang. Umumiy rangi qanaqa? Mana buni bosib turib, rangni pastdan bu yoqdan o'ynatib qolgan tanlashimiz mumkin yoki pipetkani olib pipetkani tanlashim mumkin. Bunaqa rangga delik F ni bossam mana qoppoq yoki mana qilishim mumkin. Delik pipetkani o'rniga shuni o'sha frame ushlab turgan paytingizda i'ni shunday bosaman, pipetkani ushlaydi. Shuni ustiga bitta bosaman, o'sha rangni olib oladi. Shunaqa qilsak ham bo'ladi. Endi bu rang, buni ham rangini kamaytirsak bo'ladi. Xo'p, endi bu bilan mana buni nima farqi bor edi degan savol berishimiz mumkin. Buni endi qarang, buni farqini ko'rsataman. Delik to'rtburchak chizib qo'yganman buni ichiga qizil. Buni ham 100% qilib qo'ydim. Xo'p, buni kamaytirsam, ikkalasi ham kamayadi. Ichidagi frame ichidagi hamma elementni prozrachnosti kamayadi. Endi fillni nimasini kamaytirsam, faqat ichidagi bo'yab turgan rangni prozrachnosti kamayadi. Ichidagi elementlarga bu ta'sir qilmaydi. Fillni o'chirib qo'yishim mumkin yoki fillni olib tashlashim mumkin. Fillda rasm yo'q, rang yo'q umuman. Yoqib qo'yaman. Xo'p, fillga endi solid rang bor. Solidni liner qilishim mumkin, ya'ni liner. Gradient bu. Bu tomoniga aytaylik, mana qizilroq rang qilib, bu tomoniga aytaylik, mana sariqroq rang qilishim mumkin. Prozrachnosti ko'taraman. Mana shunga o'xshagan rang. Buni bu yog'ini xohlasam bunaqa o'ynashim mumkin. O'rtasiga ham qo'shib ketaveraman xohlasam mana. Shuni ustiga bossangiz ko'payib ketaveradi qo'shilib. Xohlagan ranglarni belgilab tashlaverasiz. Mana bir xunuk ranglar chiqib ketdi. Buni bu yog'ini bu yoqqa qaratib, xohlasangiz buni bu yog'ini bu yoqqa qaratib, bunday qilib o'ynaversangiz ham bo'laveradi. Farqi yo'q uni. Xo'p, liner shunaqa edi. Endi radial gradient bor, ya'ni markazdan oladi bitta joydan gradientni. Bitta narsani oladi-da, mana o'sha atrofida aylanadi gradient. Bunday qilib kattalashtirish mumkin, kichiklashtirish mumkin. Xo'p, keyin angular gradient bor. Angular gradient burchakka oladi. Burchakda mana bitta tochkani oladi-da, shuni anaqa qilib aylantiradi. Bu odatda uncha ko'p ishlatilmaydi. Keyin diamond deyarli вообще ishlatilmaydi. Xo'p, mana delete yoki backspace ni bosib, bularni o'chirib mumkin. Buni ikkitadan o'chirib tashlayman. Xo'p, mana anaqa shakl chiqarish mumkin mana. Diamondda. Keyin image, rasm yuklab qo'yishim ham mumkin. Rasmni mana bu yerdan tanlab, umuman fonda masalan bitta rasm turadi aytaylik. Desktop tanlayapman. Qaysi? Masalan Figma. Buni yuklab qo'yaman. Masalan bu rasm hozir. Rasm turadi mana. Olsam mana rang. Rang turaveradi shunaqa qilib. Keyin stroke bu buni borderi, chegarasi mana. Burchagida. Bu kattalashtirib, borderni kichiklashtirish mumkin. Rangini boshqacha qilaman. Aytaylik, oppoq qilib qo'ydim yoki qop-qora 100%. Bu o'chirib yoqishni ko'rdik. Xo'p, endi inside bu ichkarida turibdi border. Center qilsam o'rtada turadi. Mana chegarasi bo'lsa, border yarim bu yoqda, yarim bu yoqda. Outside qilsam polni tashqarida turadi border. Polni tashqarida turadi. Inside qilib qo'raman. Keyin buni bossam stroke style solid turibdi, ya'ni bir chekali, ya'ni uzilmagan to'g'ri chiziq. Dash qilishim mumkin. Ya'ni uzuq chiziq bu. Dashni nimasini katta uzunlashtiramiz va dash orasidagi gap degani ikkita chiziq orasidagi masofani kamaytirish mumkin shunaqa qilib. 0 qilib, bunday qilib. Xo'p, dash gapni dash cap degani mana bunaqasi. Mana bu joyi. Bunday qilsam to'rtburchak, bunday qilsam dumaloq. Bunday qilsam mana dumaloq bo'ldi. Bunday qilsam to'rtburchak, bunday qilsam to'rtburchak. Xo'p, endi join degan joy bor. Bu hozir bu yoqda kerak bo'lmaydi. Xo'p, endi borderni ham ochib turamiz. Effects degan narsa bor. Effects bu uni shadow. Ya'ni effectslar soya
inner shadow, drop shadow, layer blur, background blurlar berish mumkin. Xo'p. Birinchi soyani ko'rib chiqamiz. Drop shadow bu uni soyasi. Quyoshchaga bossak, X o'qi bo'ylab soya qancha offsetda joylashgan bo'ladi. X o'qi bu yoqqa qarab ketyapti bilan soyasi. Y o'qi pastga qarab ketadi mana. Minusga bossak tepaga qarab ketadi soyasi. Pastga tushirdik. Blur, ya'ni soyani qanchalik blurligi mana. Bunaqa qilib ko'paytiraversak blur kamayaveradi, nima qilaveradi? Pastdan spread uni tarqatib yuboradi mana. Bunday qilib katta qilib tarqatib yuborish mumkin. Endi keyin rang, masalan, qorani 25%, 10%, 11%, 10% berib qo'yishim mumkin. Bilinar bilinmas. O'sha qizil nimasini olib qanchadir foiz soya berib qo'yish mumkin. Xo'p, soya endi chiroyliroq soya berishga harakat qilamiz har doim. Endi inner shadow bu ichkaridan beriladigan soya. Deylik 10 10 10 0. Mana 10 10 ko'paytirsak mana bu yoq ichkaridan soya beryapti. 40. Blurni ko'paytirsak mana ichkaridan soya bersa bo'ladi. Bu rang pastdagi esa yana keyin layer blur. Mana layerni o'zi blurga bo'lib ketadi, blur bo'lib mana qilib. Mana parchalanib yo'g'ib ketib qolishi ham mumkin hatto. Keyin background blur bor. Background blur hozir men to'rtburchak bilan ko'rsatganim ma'qulroq menimcha. Men to'rtburchak oldim bitta. Deylik qop-qora. Unga background blur berdim. Background blur 40 berdim mana. Hech narsa bilinmayapti lekin, hech narsa bilinmayapti. Yana bitta to'rtburchak duplicate qilaman-da, buni orqasiga o'tkazib, uni qizil rangga bo'yayman. Shunda ham hech narsa bilinmayapti. Background blur bilinishi uchun bu ustida turgan narsa background blur berilgan layer prozrachency kamaytirilishi kerak mana. Kamaytirsam mana bilinyapti. Glass effect o'xshagan narsa chiqyapti mana. Background blur yo'q bo'lsa qanaqa ko'rinardi? Bor bo'lsa qanaqa ko'rinyapti? Ya'ni bannerlarda nima oynalar shunaqa bo'ladi-yu. Orqasida narsa borligi bilinadi, lekin qanaqa shaklda turgani ko'rinmaydi. Xuddi o'shanaqa narsa. Buni oppoq qilsam, masalan, mana shunaqa narsa. Bu glass effektda ko'p ishlatiladi mana shunaqa narsa. Xo'p, shu bilan bugungi dars tugadi. Orqadan qaytarib, takrorlab, yaxshilab ko'rib chiqishlaringni so'rab qolaman.